Shundan so'ng Iso xaloyiqqa javob berib uyiga kirdi. Shogirdlari uning oldiga kelib, "Daladagi begona o'tlar haqidagi masalni bizlarga tushuntirib bergin" dedilar. Iso ularga javoban dedi: Yaxshi urug'ni sepgan inson o'g'lidir. Dala esa dunyo. Yaxshi urug'lar Xudo hokimiyatidagi odamlar, begona o'tlar esa yovuz shayton hokimiyatidagi odamlardir. Begona o'tlarni sepgan dushman bo'lsa, iblisdir. O'rim yig'im dunyoning oxiri. O'roqchilar esa farishtalarga teng keladi. Begona o'tlarni qanday terib o'tda yoqsalar, bu dunyoning oxirida ham shunday bo'ladi. Inson o'g'li o'z farishtalarini yuboradi. Ular esa gunohga sabab bo'lgan va yomonlik qilib yurgan barchani uning shoxligidan yig'ib olib, lovullab turgan o'choqqa tashlaydilar. U yerda yig'i-sig'i va ohu nola bo'ladi. O'shanda solihlar o'z otalarining shoxligida quyosh kabi porlaydilar. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin.